Mana sizlarga konkursi yomana. Rezinkaning ichida qancha pul bor? Shoshilmasdan yozinglar, ichida dollar ham bor. Ehtiyot. Mana. Qanchadir dollari ham bor, qanchadir so'mi ham bor. O'shanga qarab yozsani bo'laveradi. Bitta javob qabul qilaman. Ortig'ini qabul qilmayman. Bir dona javob yozgan inson yutadi. 100 ming so'm kartasiga tashlab beraman. Direct yozasizlar. Go. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Mana Arafaga, Oshtebesiga shashlarimiz bor. Kelishyapsizmi? Xudo xolasa hamma assortimentdan bor, kelishaveradi. Bugun erta xudo xolasa hammalarni ko'ngillarni olib chiroyli qilib jo'natamiz. Xudo xolanikiga mashina qilib, o'choqda shashlardan Oshtebesiga bossangiz. Yetadi-yu. Kelishyapsizmi? Bu ham adashimiz ham o'sha, ha? Xudonikini chiqarishga. To'g'ri, 2 dona yo'q, qolgani qora kelsa. Kelaverasizlar, Ochoqbat kaboblari, biz ishlaymiz, dam olmaymiz. Mana. Bugun Ochoqbat kabobini go'zal filial ishlaydi. Ertadan hamma filial ishlaydi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Mana. Tayyormiz. Ochoqbat kaboblar dastlabki uchun telefon nomerlari. Endi sizlar ham meni azoblasani bo'ladi. Kommentga nima ovqat yeganligini rasmga olib tashlasani bo'ladi. Grill House'da shunaqa ajoyib grill yeb ko'ramiz. Bismillah. Grill hamburger. Voy. Manzil Kozonpeta Grill House. Bismillah. Alhamdulillah. Dedem ne konuşuyorsun yarası bizden veriyor? Ma ukamani ham beryapti. Dede bu İtalyanski morojnada qaysi birimizga otdi-da. Yo'q, bizga morojna qolmadi-ku. Ha dede onni otdigan deyamiz. Bismillah. Voy. Namanganda bunaqasidan yo'q ekan. Svidla Gori. Biz hammani hamkorlikka taklif qilamiz. Xaridinligini o'zimiz qo'yib beramiz. Nima bu? Metallama mahalla gib bo'ldi. Borni zo'r yeyishadigan. Morojna haqiqatda bo'lajak. Yeb ko'rsan mazaq bo'lasiz. Italiyaga borganimni eslatib o'rdim. Tortadi-yu. Oka Namanganda yo'q ekan haqiqatda ta'mi. Men bunaqa morojna yeb ko'rmaganman. O'zi ham Namanganda yo'q ekan, faqat okam bilan murojaat qilasizlar. Xohlagan darajada optimga ishlaysiz va xaridini tekinga olasizlar. Tekinga xaridini qo'yib berishadi. Tortadi-yu. Bu qizimga, bu o'g'limga. Alhamdulillah. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Tirit tinchlarga Inomjon ukamizda. Oka, hovli isib qoldi. Yangi filiallar murabbisin. Ishlaganda biz ham aytasiz. Inshaalloh aytamiz, uka. Oka, Quddusdagi mana Ibrohim Xolqomimiz ajoyib yangilik boshladilar. Shu shahardagi blogerlarga, avtoblogerlarga ajoyib sovg'alarni yetkazibdi. Yo'g'i oka, issiq
sezon keldi. Bitta yeb, oka o'zingiz yana fikringizni aytasiz. Ko'rib boradigan joy. Qani? Oka bular hop bismillah. Oka bularga o'zi ota meros deydi-ku, haligi Morojniy. ota kas. Ha, morojniy assortimentga nechi? Boshqachasi bo'ladi. Joyingiz sog' bo'lsin. Suhbatdamiz, Xursand aka. bo'ldim. Alloh rozi bo'lsin. Nima deysiz? kelishda yegana. Ha, O'zingiz reklama qildik. Abetal qildi u yerda. Joyingiz sog' bo'lsin. Xursand bo'ldim. Addoshi, ishlaringiz omad. Joyingiz sog' bo'lsin. Salomat bo'ling aka. Shashixonda shashix qolmabdi. Aba, non tegizibdi. Bismillah. Hal qilmaydi unaqa ishni. O'rtoqlar ko'rishinglar. Ablam trendga chiqib ketdi. Endi sizlar ham meni azoblasani bo'ladi. Kommentga nima ovqat yeganligini rasmga olib tashlasani bo'ladi. Grill House'da shunaqa ajoyib grill yeb ko'ramiz. Bismillah. Grill hamburger. Voy. Manzil Kozonpeta Grill House. Abdulahad aka, Namanganda yangilik bo'lgan lokmani ta'miga baho bering. Namanganda yangilik bo'lgan lokmani yeb ko'ramiz. Bismillah. Keyin bu videoni tez pochchamga jo'natib qo'ying. O'zi bilib olib keladi. Voy. Tortadi-yu. Cho'pada ish ham urgan bo'ldim. Alhamdulillah, lokmaga maza qildim lekin o'qi. Manzil Novoy Kalsovoyda kelaverasizlar. Abdulahad aka, Namangan Kosonpetadagi Ayshi desertlarini bir yeb ta'miga baho berasizmi? Qatdan topaman bunaqa shirinliklarni. Voy. Dupur. Bismillah. Avvali va oxiri. Voy. Festashkilik. To'yguncha shirinlik yeyaversamda. Voy, ishkeleti kamma-kam. Voy. Bismillah. Alhamdulillah. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Mana Irvodon bog'da Svarzon bilan birgalikda o'tiramiz. Okam Xorazmdan mehmon ekanlar. Xudo xolisa oshni bir yeb ko'rasiz, ta'miga baho berasiz, oka. Irvodon bog'i o'ta ham go'zal, oka. Qani, yoqimli ishlar, qarang. Ketdi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Toshkentda o'sha juda ham mashhur mataloshga kelganmiz. Mana. Sopqon.
Matal nima tikamiz mana. Matal debdimda buni. Voy. Mana. Shakasi bo'ladimi? Voy. Shular ajoyib bo'ladi. Kelaveradi juda ham mashg'ullab ketdi matalosh. O'zimizdan istab shunaqasidan zakaz qilib zakaz qilaverasizlar. Mana smartfon bo'ldi bilan birgalikda. Xo'sh, nima ishtahani ochibdi bor-ku. Ko'rinishda yeb turibamiz bitta baho beramiz. Xo'p, buni manzilini akam tushuntiradi. Manzil qat? Manzil oldi Qorasaroydan Sebzorga qarab o'tirishligida, chap qo'lligida keladi. 200 metrdan keyin kursiz bo'ladi, hamda 100 dan ro'parasiz. Kevrishadi, chiroyli qilib qo'ldan keyin suzib beramiz hammaga. Yana sog' bo'lsin. Qaranglar, ko'p negativ bo'lib ketadi. Hozir bizga juda ham cho'tka qilib suzib berildi oshni. Kliyentga kelsa, narx-navosi ichida shunaqa suzib bering, iltimos, ha? Bo'ldi, aka. Bo'ldi. Yana